fu'usun bolta, fu'usun boltalar. Minsharun arra, manashiru arralar. Mitraqatun bolg'a, matariqu bolg'alar. Qattiq t bilan sifati. Miknasatun chang yutgich ma'nosi bor. Makanisu chang yutgichlar, chang yutgichlar ko'pligi. Shvabra ham miknasatun ko'pligi ham bir xil. Makanisu shvabralar, miknasatun supurgi ham shu. Supurgilar demoqchi bo'lsam ham ko'pligi ham bir xil. Makanisu supurgilar. Chang yutgich, supurgi, shvabra ko'pligi, birligi bir xil. Kabirun sifatga o'tyapmiz. Katta. Ya'ni boshqa razm topa olmadim. Shuni topdim. Kibarun kattalar. Ya'ni bu qanaqadir shayx nomini aytmoqchi deb o'ylamanglar, sifatini nima qilyapman xolos. Qosirun kalta, qisqa, bo'yi kalta ekan yoki qisqa, juda qisqa gapirdi deymiz-ku. To'g'rimi? Ana shu ma'noda ishlatilinadi. Ya'ni bu sifat. Sifatga nisbatan ishlatilyapti. Tawilun uzun, bo'yi uzun deymiz-ku. Qisarun kaltalar, qisqalar, ya'ni kaltani ko'pligi. Kalta qisqani. Tivalun uzunlar, bu kishi juda uzunlar deymiz-ku, uzunni ko'pligi. Ma'nosida ishlatilinadi. Texnik xatolar uchun uzr so'raymiz. Haddun o'tkir, kahamun o'tmas. Bu pichoq o'tkir deymiz-ku, yo pichoq o'tmas deymiz-ku, mana shu, ya'ni sifat bu. O'tkir ismi emas, ya'ni ismiga nisbatan aytilmaydi. Agar o'tkir bo'lsa, o'tkir bo'ladi arab tilida. Kansun supurdi, pilisos qildi. Kanisa supurdi, pilisos qildi. Yakunusu supuradi, pilisos qilyapti. Pilisos qiladi, supuryapti, pilisos qiladi. Ukunus supur, pilisos qil. Kansun supurmoq, pilisos qilmoq, supurish, pilisos qilish, supuruvchi, pilisos qiluvchi degan ma'nolarni bildiradi, hurmatli obunachilar. Lug'atlarimiz shulardan iborat edi. Xato kamchiliklar o'tgan